Bizi ustozimiz bir chiroyli so'zi bo'lar edi. Kasb hunarda ayb bo'lmaydi, agar halol bo'lsa. Va erkak kishiga hammasi yarashaveradi agar halol bo'lsa. Kasb hunarda u birovni oyog'idagi oyoq kiyimini kremlab qo'yadimi, ko'cha supuradimi, arava tortadimi, birovni uyida ish qiladimi? Kasb hunar halol bo'lsa, unda ayb bo'lmaydi. Kiyimlari najosat bo'lmasin, lekin kiyimi pok bo'lsin. Farqi shu yerda xolos. Kiyimlari najosat bo'lmasin, bavul tekkan falonchi pistonchi, lekin kiyimlari halol bo'lsin. Ammo juda chiroyli kiyinsa-yu kasb qilayotgan narsasi harom bo'lsa, u kiyim dunyoda xolos. U kiyimi dunyoda xolos. Erkak kishiga yarashib turadigan kiyim halol kasb bo'ladi. Erkak kishiga yarashib turadigan kiyim halol kasb bo'ladi. So'zga usta bo'lmaylik. Juda har xil yo'llarga o'tib ketmaylik. Lekin kasb halol qilaylik.